Ey inson, bilasanmi, Alloh senga salovat aytadi degani nimani anglatadi? Sen kimsanki, na payg'ambarsan, na otang payg'ambar, na payg'ambarlar naslidansan. Unda nega Alloh aynan senga salovat aytyapti? Faqatgina shuning uchunki sen uning payg'ambariga salovat aytgansan. Shu sababli Alloh ham senga salovat aytadi. Allohning bandaga salovati bu uning rahmatidir, lutfidir, himoyasidir. Alloh senga salovat aytsa bu degani u seni osmonda eng yuksak olamda chiroyli gaplar bilan eslaydi. Bu eslatishni Jabroil va Mikoil alayhissalom kabi ulug' farishtalar eshitadi. Tasavvur qil, Alloh seni eslayapti. Endi o'zing ayt, shunday yuksak darajadagi eslatishni qancha xohlaysan, qancha istasang shuncha salovat ayt. Har bir salovatingga Alloh 10 marta salovat aytadi. Har safar sen payg'ambarga salovat aytsang, Alloh seni 10 barobar rahmatiga burkaydi. Shunday ekan, majlislarda salovat aytishni ko'paytir. Qalbingda Allohning rasuliga bo'lgan sevgi jo'sh uradi. Uni eslaganingda yuraging entikadi. Uning ismini eshitganingda tomingda hayot uyg'onadi. Qalbing shod bo'ladi. Ey Rasululloh, sizga Robbingizning salovati bo'lsin, chunki sizni estigan hech bir banda g'amga qolmaydi. Albatta uning uchun tong yorishadi.